Assalomu alaykum. Zarauz kanalining obunachilari. Bugun sizlarga 5-blokni, 3-blokka 22-magazindagi metraj tovarlarni obzorini ko'rsatib beraman. To'ychilar uchun, bayramlik uchun qanday tovarlar bor, seplar uchun, kelin qizlarimizni seplar uchun qanday tovarlar bor, mana sizlarga bir obzor etib beraman. Avval esa ko'chadagi materiallarni, ko'rpachalik tovarlarni obzor etsak, ana shu yerga qanday tovarlarimiz bor? Assalomu alaykum. Shular bo'yicha bir ma'lumot bersangiz, nechta tovarlarimiz bor hozirda trendda bo'lib turgan, klientlarimiz sevib olib turgan tovarlarni bir qator ko'rsatib bersangiz. Assalomu alaykum. Bizda materiallarimizni eng arzon va eng so'nggi vibrlaridan bor. To'ychilarimiz uchun ham metri 15 ming so'mdan 20 ming so'mdan bo'lgan materiallarimizni 10 metrlab olsalar, undan ham qaytib kelishib beradigan variantlarimiz ham bor. Bu yoqda esa tikuvchilarimiz uchun atделкalik materiallarimiz ham har xil ranglaridan bor. Shu rang topishda tikuvchilar dim qiynaladi. Bizda esa mramorni eng topilmagan rasvetkalar ham bor. Bularni jo'nak ishdan tiktirsam bo'ladi, taksitovalar yo'q. O'zimdan tiktirsam bo'ladi. Atделкаlikga ishlash uchun ham ajoyib narsalar. Bo'ldi, sizning ichamdagi tovarlarni bir qator ko'rsatasiz. Ichamdagi tovarlarni bir qator ko'rsatasiz. Mana ikki tarafdan materiallarimiz dum ko'p, bu yon tarafdagi materiallarni turlari, kategoriyalari bo'yicha ma'lumot olamiz. Qani shapga necha tovarlarimiz bor ichamda? Kelin qizlarimiz sarpalar uchun, katta yoshda kattalarimiz uchun, keyin aksiyaga tovar tashabbus qilsizlar, bayramlik uchun, shular bo'yicha aytib bersiz. Bizning ichon tarafimizda inagraverishda asalgan bombaqlarimiz bilan tanishtirib o'tsam, bularimiz eng so'nggi trendda turgan damar modelindagi har xil rasvetkali bombaqlarimiz bo'ladi. Bular bahor-kuz mavsumi uchun mo'ljallangan. Bularni kelinlara hayitlikka, podarkaga olib turishlar ko'p, har xil sveti boyna. Bu yoqda esa svetlari sochnagan, dashlari to'kilmaydi axir bir yo'q, bularning dashlari to'kilmaydi, original dosh qistilingan bulara. Yugandan keyin ham buni ko'p yillar kiyib biladigan narsa. Ham chilay o'rni bo'lib qoladigan qosh emas. Narxlarincha so'mdan sochning tovarlari dum ko'p ekan. Ikkisining narxi bir xil ma'qul. Bularimiz 80 ming so'mdan bo'ladi. Nerdan 80 ming so'm? Nima ajoyib narsalar. Sho'rimiz poni 80 ming so'm. 80 ming so'm. O'z kanalining obunachilari ko'rdingizlar, shurda turgan kapıdan kirgandan keyin shurdagi tovarlarimiz poni 80 ming. 80 ming so'm. Bu tarafdagi tovarlarimiz necha so'mdan? Yosh katta akalarimiz uchun dum tushar ekan lekin. Bularimiz nafaqat yosh kattalar uchun, yoshlar uchun ham ajoyib narsa. To'y chapkalarimizni eng sevgan tilka bombaxi bu. Narxlari eng qulay narxda. Bular 50 ming so'mdan sotib turgan tilkalarimiz hozirda skidkada 35 ming so'mdan berib turibmiz. Zo'r narx. To'y chapkalarimiz uchun, bahor sezoni, to'y sezonida baytaladi o'zi. Necha so'mlanadi? 35 ming so'mdan. 35 ming so'mdan sizlar uchun bemalol kelaverasizlar. To'y chapkalarimiz to'y uchun materiallarni pulni bitirib kelsangizlar bo'ladi. Bu yerda yosh katta, yoshi kichik, o'rta yoshdagi ayollarimiz uchun, kelin qizlarimiz uchun ham materiallarimiz ko'p ekan. Bu tarafimiz pulni aksiyada turgan tovarlarimiz. Endi esa bu tarafga o'tsak, bu yerdan qoshli, qo'shuvlar, sochli tovarlarimizdan bor ekan. Bu tovarlarimiz bo'yicha ma'lumot aytsangiz ham chapga. Doshlari qarayib tushganmidi bularni? Yo'q, bularning qoshlari original Swarovski doshlar bilan ishlangan. Tilka bombaga o'xshab dönib turadi. O'zi bolgarka bombaq bu, cho'ziluvchan. Yana 160 bo'ladi bularning. Har xil svetlari bo'yni. Bularni 80 ming so'm, 70 ming so'mdan sotilgan, bularni 65 ming so'mdan xaridatsizlar bo'ladi. 65 ming so'mdan YouTube kanalidan ko'rib keldimda bemalol shu narxdagi materiallarni xarid qilsangizlar bo'ladi. Endilikda esa hozir bahorda eng sevib olib turilgan bombaqlarimizga keladigan bo'lsak, bombaqlarimizning assortimentlari dum ko'p ekan bu yerda. Bularning narxlari bir xil emas, axir arzonlashib chiqarib qo'ysizlar. Ava, bularning narxlari bir xil emas. Shularimizni 50 ming so'm, 45 ming so'mdan sotib o'tiribdi boshqa yerda. Bizda bular 35 ming so'mdan skidkada. Bizda faqat klientlardan pul olish emas maqsadimiz, sifatli ham arzon narsa bilan ta'minlab berish. Ina setkasini ko'raverasizlar, setkasi qalin varianti, yuvilgandan keyin osilib qolmaydi. Bemalol yozim bilan ham yuvib kiyib bilasizlar bu narsani. Kachasini qaranglar. Yubkasi yetgan emas. Yubkasi yetgan emas, ina asilib. Ba'zi bir bombaqlar asilib qoladi. Shunda nerdan bombaqalarini atdelni aytib bersangiz, ina shu yaproq modelimni hammasi 35 ming so'mdan. Yaproq modellarimiz hammasi 35 ming so'm ina. Ko'rib oldingizlar, bemalol kelaverasiz. Ish yaproq modelimiz poni 35 ming so'm. Bu yon tarafimiz necha so'mdan? Bularning kategoriyalari dum zo'r, dizayn sifatidan dum chiroyli bo'lib yaratilgan ekan. Eng trendda turgan hozir shu cheripaxa modelimiz, mana yosh kattalar ham, yoshlar ham dim sevib xarid etib turdilar. Bu narsalarimiz 50-55 ming so'mdan sotilgan, 45 ming so'mdan qo'yibmiz. Nereden bu 45 ming so'mdan? Polni qolgan hammasi shu bahoda. Cheripaxadan tashqari damorimizdan ina qoshsiz varianti, mana xo'shaylikni qarang. Qosh semidon klientlarimiz uchun bu dumzo variant ekan, yeb ko'rsak. Bemalol kelaverasiz, ishning katsivasi zo'r, enlaringizga, gigavaxlaringizga xo'sh yarashib turadigan bombaq tovarlarimizdan arzon narxda sizlar uchun chiqarib qo'yamiz. Endilikda dapadagi tovarlarga kelsak, qancha so'mdan nov tovar bular? Bularimiz dubayskiy tilka bo'ladi. Buni qoshini o'zim, Dubayning o'zida bosilib keladi. Sifatini вообще gap yo'q. Qizlarning dönib yotishini qaranglar. Buni 3 xil svetidan bor. Svetlarni ochib ko'rsangiz, klientlarimiz uchun dum xo'sh sochli svetlar bor ekan. Yosh qizlarimiz uchun sep uchun olib qo'ysalar ham bo'ladi ekan, tikuvchilik. Jo'nak ishdan tikish uchun. Narsani go'zalligini qaranglar endi qizlar. Buni har xil svetlaridan bor. Bu yilni trendda turgan tilka bombaxi bu. Bular kupon tilka bombax bo'ladi. Gullari tushirilib tikilinadi. Yana bellakidan endi bu Dubayning tilkalarini eni 130 bo'ladi, qolgan tilkalarning eni 110 bo'lib chiqadi. Bon tilkami bu tovar bu? Bu Dubayning shifoni bo'ladi. Bu dum chiroyli tovar ekan. Buncha so'mdan? Buni 300-350 sotib turibdilar, 270 ming so'mdan aytib beramiz. Ana narxini ham eshitdingiz axir. Har xil svetlar bor, yubka uchun ham, kelin qizlarimiz nimcha uchun ham buni dum ko'p xarid etib turibdilar. Buni eni boshqa tilkalarnikidan bo'lib chiqqan, 115 bo'lib chiqqan. 115. Turlarini ko'rdingizlar, katsitovalar ham dum zo'r, yorki, chiroyli odamga tushadigan svetlaridan bor ekan. Endi bu yon tarafga o'tsak, bu yon tarafdagilar ham tilka o'xshagan. Bularimiz ham shu Dubai tilkalar. Narxlari necha so'm? Bularning hammasini 270 ming so'mdan qo'yibmiz.
270'den. Bunda bemalol YouTube'dan gördük deb, gelip şuradaki katsivası zo'r bo'lgan, asıl komidon, yaman bu komidon tılqılardan xarid kelsizlar bo'ladi. Endilikda esa bu tarafdan navtovarlarımız bilan chaka. Bu yerdagilarimiz bomboq, to'y chapkalarimiz uchun, yosh gelinlarimiz uchun eng originallarini olib kelganmiz. Ham narxlar ham eng qulay narxlarda bo'ladi. Qulay narxlarda ekan. Bu taraflarimizning narxlari necha so'm bo'ladi? Bu yerda har xilidan bor, 35 ming so'mdan tortib 60 ming so'mgacha materiallarimiz bor. Bularning qoshlari skoch qosh bo'ladi. Yuvib siqib degan narsa, qoshlari dökilib qolmaydi. Qoshlarini 200% garantiya beramiz qizlar. Bularimiz eng so'nggi trendda turgan pop-up materiali, sifatni qadrlovchi klientlarimiz uchun bizda chini bir-biridan xo'shroq pop-uplarimizdan bor. Bularni navbat tutib tursa bo'ladi. Bularni gelin qizlarimiz sarposini olib turibdilar. Katta yoshdagi akalarimiz ham kostyumlikini, bundan jaketlikka olib, yo'naklarini atjelka ham ishlab turibdilar. Вечерниylari ham ishlasa bo'ladi. Вечерниylari, albatta, korsetlari, baskalari dim ajoyib bo'lib tushadi o narsa. Qoshli variantidan ham bor buni. Qoshli variantidan bor ekan. Qoshlisi atlas bilan ishlangan, eni nisbatan 50 bo'ladi bularning. To'qiga ishlangan variantlari ensizroq bo'lib keladi. Bulardan bejirim ekan. Bemalol magazinnikiga kelsangizlar, shurada turibdi. Bularni o'zlaringiz gerek metrini hisoblab olib ketarsiz bo'ladi. Aytilgandek, вечерний uchun, gelin qizlarimiz uchun, yosh katta akalarimiz uchun, kostyum uchun, nimcha uchun ham mos keladigan tovarlarimizdan. Yan tarafimizda naturalka bo'mboqlarimizdan bor. Naturalkamizdan sifati eng yaxshi xilisi. Bularimiz sortlanib keladigan narsa. Naturalka deyapmiz qizlar, sorti eng yaxshi xilisidan oldirib qo'yibmiz. Tikuvchi qizlarimizni o'zlari biladi, katsivasi nechika ekanini, magazinnikida nechika tovarlar sotilishini, to'g'rimi axir? To'g'ri, albatta. Bizlarimiz mijozlarimiz ko'p, tikuvchi qizlarimiz ham dum ko'p bizada. Endilikda esa bu Lala Gulli tovarlarimiz necha so'mdan bu? Lala Gullisi 70 ming so'mdan. Katsivlar ham dum zo'r. Kuda chaqirishmoq dim o'ng'ayli narsa. Qudangizni aldina qo'yganda solqildatib, tashlasangiz jonini olasiz. Bu materiallarimiz bilan aytgan qudangizni. Eshitdingizlar, bera kelsangizlar. To'ychilar uchun ham materiallarni bo'lib berasizlar. Albatta, bo'lib upakovka etib taxlab beramiz. Bularimiz 250 ming so'mdan sotilgan tilqi bo'mboqlarimiz endilikda 200 ming so'mdan berib turibmiz. Qoshlari Swarovski bo'ladi bularni. Shifon ham, strechi bor shifonini qizlar. Stilib qolmaydi. Bemalol xohlagan modangizda pryamoy etib kiysangiz ham bo'ladi buni. Natib ketmaydi axir. Stilmaydi. Tovarlar stil ketadi. Bular Dubayniki shifonida strechi bo'ladi. Shuni hisobidan stilmaydi. Bularimiz esa 180 ming so'mdan beramiz. Ana, eshitdingizlar axir. Zara o'z kanalidan ko'rib keldik deb kelib, xarid etaverasiz o'zlaringiz tovarlarni. Keyin bu taraf o'tsak, bu tarafdan butun qo'shma tovarlarimiz bor ekan. Bularning tovarlari oddiy-nomini. Bularimiz tilqi bo'mboq. Bularimiz 180-150 ming so'mdan sotilgan tilqi bo'mboqlarimizni endilikda 120 ming so'mdan berib turibmiz. Zara o'z kanalidan kuzatib kelsangizlar 115 ming so'mdan aytib beramiz. Skidkadan ham yana pilo skidka aytib beramiz. YouTube kanalidan ko'rib keldim, Zara o'z kanalidan ko'rib keldim deb kelaverasiz. Bu tovarlarimizning bular ham qo'shar ekan. Bular Dubayniki axir, shu bilasiz sifatini. Buni ko'ringlar. Bular Dubayniki 250 ming so'mdan beramiz buni. Bular 350-300 sotilgan tilqi bo'mboqlar. Har xil svetlari bor. Xojanalarimiz uchun ham eng qulay narsa aboyalari, aboya ko'ynaklari tushadigan. Вечерний giysalar bo'ladigan narsalar bor. Qo'shar ekan, katsivlari zo'r, idoshlarini ham yaqindan ko'rsating, dökilib komidon yaldirab qo'shar ekan. Bemalol kelaverasizlar magazinnikida o'zingiz xohlagan tovaringizni topib ketib kelasizlar. Yon taraflarimiz ham qo'shar ekan. Buxoroda qizlarimiz sumaklaklari, bayramlari qo'shib kelsa bo'ladi ekan, yana chapga. Qizlarchalar ko'rdingizlar, bularning pullari hammasi aytildi. Bemalol Zara o'z kanalidan ko'rdik deb kelasizlardan yosh qizlarimiz uchun, katta yoshdagi akalarimiz uchun, turmushga chiqqan qizlaringizni seplari uchun qo'shar deb olsangiz bo'ladi. Katsivlari zo'r. Zara o'z kanalidan kelganlar hamma yashirin aksiya skidkalarimiz bor. Bularimiz xrustalik, xalqimizning dilida burunch deb aytiladigan shu. Xo'shay xrustaliklarimiz. Bular 1050 so'mdan sotilib turgan xrustaliklarimizni YouTube kanalidan kelgan klientlarimiz uchun 1200 so'mdan aytib beramiz. Buni eng xo'shay rassetkalarimdan bu. Xrustal topishda, rangini tanlashda ko'p qiynaladi klientlarimiz. O'zlarimiz matongizni aytsangiz, shunga moslab sizlarga xrustaliklarni tavsiya etib beramiz. Meda burunchimizdan bor. Bu medalar 2000 so'mdan sotilib turgan meda xrustaliklarimizni YouTube kanalidan kelganlar uchun 1600 so'mdan aytib beramiz qizlar. O'zincha so'mdan sotib turadi? 2000 so'mdan. Bu vajimizga qarang. Bu yangilikimiz 20-15 ming so'mdan sotilib turibdi buni shodasi. YouTube kuzatuvchilarimiz uchun esa 12 ming so'mdan qo'yib beramiz buni qizlar. Yozda shunday xo'shroq, boshli, qoshli, pistolli, shunday rushnoy, kurjolar bilan yo'nak ishtonlar ko'p tikiladi. Bemalol magazinnikiga kelasizlar, o'zingiz xohlagan turdagi qoshlilar shu shunday metrli xarid ketaverasizlar. Popillar uchun, bo'mboqlar uchun, hamma narsa uchun topib kelasizlar bu yerda. Mana sochaqlarim bor. Bularni hozir sizlarga birma-bir narxlari bilan aytib bo'lmaydi, chunki assortiment dum ko'p bizada. Metrli men YouTubedan keldim, YouTube kanalidan ko'rdim. Metrlaringizni aksiya qilibsizlar ekan. Bularni ham gashib bering desangizlar, sizlarga narxlarini arzon etib chiqarib beradi. Ko'rdingizlar, bu yerda assortiment dum ko'p. Bu yon tarafda sumkadan ochilgan nurg'onlari bor. Bu yerda esa bunday variantlardan bor. Assortimentlari dum ko'p. Bemalol magazinnikiga kelasizlar. 50 variantidan, sal kichikroq variantidan, mana dumniya bishni ko'rinishdagilari bor. Berdina maydaroq variantidan ham bor. Buni tikuvchi qizlarimiz o'zlari moda yaratib tiksalar bo'ladi. Bu yon tarafda mana tikuvchilik bo'yicha vajlarimiz dum ko'p. Bularni tikuvchilik qizlarimiz o'zlari biladi. Keyin men simlarimizdan bor, bularning ranglari dum ko'p. Agar topilib yurgan qizlar bo'lsa, bemalol shu videomizni
Danışmışlara yer qo'ysangizlar ham bo'ladi. Bu tarafda meni yan tarafga zamoklar o'tadigan bo'lsak, agarda YouTube kanaldan kelsa klientlarimiz dedi, narxlarini arzonlatib beramiz dedi. So'raysiz necha so'mda? YouTube'dan geldim desangiz, sizlarga ma'lum bir miqdorda zo'r narx etib chiqarib beradi. Bu yerda narxlarimiz, qoshlarimiz, boshlarimiz, bobina narxlarimizdan turlari tunchib, endi sizlarga yan tarafda dasturxon uchun kurjolarimiz, keyin qizlar tarafda bizada ikki taraflama atlaslarimizdan, keyin Kupra tovarlarimizdan va Alyonka tovarlarimizdan ham dum ko'p assortiment bemalol magazinga kelasizlar, o'zingiz xohlagan svetdagi tovarlarni topib ketasizlar. Bu tovarlardan hozirda rubashka, yubka, kofta, hamma narsa tikilsa bo'ladi. Hozir sezoni magazinga kelasizlar, o'zingizga yoqqan tovarni topib ketsangizlar bo'ladi. Assortimentlarimiz dum ko'p, bu yerda meni koftalar uchun, yo'nak uchun aralashtirib ishlasangizlar ham tovarlarimiz bor. Bu yan tarafda safasda shifonlarimiz bor. Shifonlarimizdan variantlari tüm ko'p. Do'konda tovar ko'p bo'lganligi uchun hali taxlab ulgurmayapmiz. Magazinnikini aziz kuzatuvchilari, Zaros kanalini aziz kuzatuvchilari bizda bedina kostyumlar uchun xushroq tovarlarimizdan bor. Amshapga bularning narxlari bilan tushuntirib berasiz. Bizda Chanel materialimizni eng so'nggi vibrlaridan bor. Pistonli, pistonsiz xohlagan ranglaringizdan ham topishlaringiz mumkin. Kostyumlar ham zo'r axir. Bularni asosan navlarga tikirsak bo'ladi. Bularni вечерний kostyum yubkaliklari Alpirtlar asosan kostyum yubkalik, troyka, nimcha tikirsangizlar bo'ladi. Bular bilan agar fotosessiya sezlar ham bo'ladi. Kuch qizlarimiz uchun ham dum zo'r. Вечерний gallarimiz uchun ham, yosh qizlarimiz uchun ham tashkillar tikirsa bo'ladi axir. Ava tashkillari tikilsa, dum ajoyib chiqadigan materiallarimiz, pistonli xillarimiz, pistonsiz variantlar ham bor. Buni gündalikka giysa, gündalikka ko'chaga tikirsangizlar ham bo'ladi. Qizlarimizga yarashib turadigan вообще zo'r narsalar bular. Oqi, bordoyi, bular pistoli, bular ham ko'chaga bemalol giysa bo'ladi. Bularimiz eng so'nggi modeldagi Elizabeth materialimiz, yana har xil svetkalaridan bor. Kotstolar ham yaxshi. Bulardan yo'naklar uchun ham o'zini ko'plikka tikirsam bo'ladi. Tovarlarimiz bor ekan. O'sha do'ykalik tovarlarimiz bor. Amshapga oldin olguncha so'mdan sotib. Bular dubayskiy shok 70-65 ming so'mdan sotilgan dubayskiy shoklarimizni YouTube kuzatuvchilarimiz uchun 50 ming so'mdan aytib beramiz. Kelaverasizlar. Trenddan komidon, hamma trenddagi tigr va ilon tovarlarimizdan ham bor ekan. Bemalol kelaverasizlar. Bularni ham kofta yubka, yo'nak uchun ham dum zo'r variant. Bu yan tarafdagi tovarlarimiz bo'yicha aytib bersangiz, bu yerda yana Kupra materialimizdan bor. Bular Turkmanning guli payki bo'ladi. Modadan qalmidon ham eng ajoyib svetkalari bayna xojanamizlar uchun ham akkuratni bo'lib turadi. Hijobli qizlarimiz boni uchun, abaya yo'naklar uchun alsalar bo'ladi. Bularimiz o'zi 35-30 sotilgan xibalarimizni 25 ming so'mdan beramiz. Yana ham 50 bo'ladi. Turistga xibini ko'p tikuvchi qizlarimiz biladi sifatini. Bularning kachествоsi dim ajoyib bo'ladi. Cho'ziluvchanligi ham qalinligi yaxshi bo'ladi bularning. Prostoy xilasi emas. Zaros kanalining aziz kuzatuvchilari biz sizlarga qo'ldan kelgancha do'konimizda obsurat berdik, lekin tovarlar dum ko'p. Agarda keng sonini chiqishini xohlasangizlar, kommentariyada fikrlaringizni bildirib ketinglar. Keyingi materiallarimizni necha tovarga turibdi, narxlarini chek qilgan tovarlarni bular bilan aytib o'tamiz. Bu yerda hozir sezonli bo'lgan popullarimiz, turkman popin xohlagan narsangizni topib bilasizlar. Bu yan tarafda meni materiallarimiz ko'p, bizda tovar dum ko'p. Bemalol kelaverasizlar. Bu yerda meni kichik qizlarimiz uchun bunday tovarlarimiz, setkalarimizdan bor. Va piston tovarlarimiz, shifon tovar deysizlarmi, pistirovka tushgan shifon deysizmi, oddiy shifon deysizmi, hamma narsani magazinnikidan topib ketib bilasizlar. Shoylarimiz ham bor. Asal sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bayramlarni yaxshi kutib olinglar. Magazinnikiga kelib, bayramda arzon narxdagi tovarlarni bemalol kelib xaridasizlar bo'ladi. Tikuvchi pajlarimizni ham qo'ydik, ularni ham kelib YouTube kanaldan ko'rib keldik, Instagramdan ko'rib keldik desangizlar, shu yerda Instagram profilimizni ham yozib qoldiramiz. Sizlarga narxlarini arzonlatib, zo'ratib chiqarib beramiz. Hammangizni magazinnikga kutib qolamiz.